O'rtog'ingizni hidi sizga yoqmaydi. Aromat degani bor, menga mana svejisi shunday yoqadi. O'zini puli, ana o'zi 365 million, rastrochkaga olsangiz 340, yo'q, 365 million. Rast deb bilsak, buni segmentidan ancha yumshoq. Ochiqchasi gapiring, aka, bu kabish uzun profilimga qo'yiladi. O'ziga bo'lsa, uzun kabish yomonlashmas. Yaxshi mashina-yu, lekin bu yumshoq. Eng yoqadigani mashina yumshoqligi. K5 birinchi pozitsiyasidan ham narxi arzon. Misol uchun, tormozda boshsiz mashina yondi. Assalomu alaykum yaqinlarim. Namangan Cherry'da 4 yilgacha bo'lgan foizsiz rastrochkalar ochildi va eng qizig'i boshlang'ich to'lovi ham kamaytirilgan holatda bo'ldi. Hozir bu haqida Iqror akam bilan birgalikda to'liq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib olamiz. Aka, birinchida meni qiziqtirgan narsa bu gibrid mashinasi, yangi chiqqan gibrid. Bu haqida ozgina ma'lumot berasiz? Arizo 8. 1.6 ga elektr gibrid. Tezlanishi o'rtacha 5,5-6 sekund. 5,5-6 sekundda razg'or 100 ga. Bu rasxod qanaqa aka? 200 elektrikga yuradi. Shahar tashqarisida 1200, shahar ichkarisida 1400. Bu teskari aylanadi buni. Teskari aylanadigan-da. Aka, bu mashina tan narxi nech pul? 365 million so'm. Bularga ham rastrochka bor. O'zini puli, ana o'zi 365 million, rastrochkaga olsangiz 340, yo'q, 365 million. Rastrochkaga ham 365 million. Hozir men bandman deb qo'y. Qo'lga aytib qo'ydim. Rastrochkaga ham 365 million. Eng kam, misol, naqdda gaplashaylik, summa nech pul bilan kelsa, foizsiz uzun narxda olib ketadi. Nech pul bilan? 360, men doim hamma joyda aytaman. 365 million bitta mashina. 3 dan 1 qismini to'lashadi. 3 dan 2sini bo'lib beramiz. 3 dan 2si foizsiz rastrochka. Mana motor qismini berishsa pulini, salon qismini bo'lib beramiz. Zo'r, aka. Qarang, bu mashina hozir 1.5 turbina dvigatel bo'ladi. 1.6 turbo dvigatel bo'ladi. Ikkita elektr motorli deb eshitdim. Ot kuchi 360 ta ot kuchi. Bitta salonni ham ko'rsataylik, aka. Salonni ko'rsataveraman. U tarafdan o'tirsangiz yaxshi bo'ladi. Sevib qolasizda men sizga ochib beray buni mazza qiladigan joyda uni qarang. Ana, haqiqiy videolarda oladiganlarga o'xshatdi. Professional menejerga o'xshab qolaman ba'zi. Xo'p, salon atmosferasi juda ham go'zal. Podsvetkalari ham, aka, mana ham nechidir xil yonadi, mana shu qizil, ko'k ranglari ham. Qizil, ko'k, yashil aylanib, zo'r narsasini ko'rsataman. Eng mazza qiladigan narsasini ko'rsataman. Aka, bitta savol beraman. Bu mashinani 3 ta yoqqan tarafini aytib bering, o'zingiz uchun. O'sha eng zo'r yoqqan hozir shuni ko'rsataman o'sha narsani. O'sha narsani ko'p mashinada yo'q. Mana o'tirdingiz mashinaga. Tormozda bosdingiz, mashina yondi. Sizdan oldin start stop yo'q. Yo'q. Sizdan oldin o'rtog'ingiz mashinani mingan, deylik. O'rtog'ingizni hidi sizga yoqmaydi. Неприятный hid o'rtog'ingizda. Shunday kelib konteynerga bitta kirasida aromat degani bor, menga mana svejisi shunday yoqadi. 5 ga bitta yoqib qo'ysangiz. Aka, shuni nerealni o'zini havosini tozalab. To'xta, hozir o'zini osvejiteli bor. O'zida relax bor. Misol uchun yoki bodri bor, odamni bodri qiladigan hid bor. Menga просто sveji yoqadi. Tabiat, ana o'rik hidlari bo'ladi-yu, toza. Bahor, aprel oyidagi. Ana o'sha maza. Okey. Bo'ldi. Eng maza qiladigan joyi. Qanaqa funksiyalari bor, aka, sidinalarda? Sidinasida spinka podдержкасы bor. Nimasi bor keyin? Istada sovutadi. Pamid bor. Endi istada sovutadi borini bunga aytish uyat. Uyat bo'ladi, lekin bunda bor. Hamma narsasi bor. Tushunarli. O'tirdingiz, mana o'zingizga endi moslab. Sidina hozir shunda bu taraf ham elektronniy ekan. Elektron. Bu tarafi ham elektronniy. Ko'rasizlar, bu holatda ishlatsanglar bo'ladi. Tushunarli. Bu Asadbek, sotuv bo'lim menejerimiz. Aka, qarang, bitta savol beraman. Haligi savollaringizga javob berib qo'yay. Bittasini aytdingiz. Bittasi bu eng maza joyi bu. И plus o'zida встроенный CarPlay bilan Android Auto bor o'zida. Hozir shunda bular CarPlay qo'yish shart. Yo'q, o'zida. Shunday telefondan через Wi-Fi ulaysiz, через Bluetooth ulaysiz, o'zi полный ishlaydi. Navigator telefoningizda misol uchun, men telefonim bor, navigatorga kirib, lokatsiya ursam, unda chiqib kelaveradi. Tushunarli. Eng yoqadigani mashina yumshoqligi. Yumshoqligi. Hador haqida bitta ma'lumot bering. Maza, nerealniy. Men ko'p mashinalar tezroq qilganman. Endi bularda segmenti juda ko'p brendlarda ishlagansiz. Buni ham bilaman, lekin
deb bilsak, buni segmentidan ancha yumshoq. Ochiqchasi gapiravering. Ha, Oka, bu kabish uzun yomonlashmas. profilimga qo'yiladi. Ha, o'ziga bo'lsa, Ha, uzun kabish profilga yomonlashmas. Yaxshi Aha. mashina-yu, lekin bu yumshoq. Lekin meni ham bitta fikrim bor. Oka, K5 birinchi pozitsiyasidan ham narxi arzon. Misol uchun, tan narxi 365 million, birinchi pozitsiyasidan ham narxi arzon. Arzon. Bu degani o'sha pulga sizlar shunaqangi zo'r mashina minasizlar. O'sha maza. Fullida ham даже mana aromat narsalar bo'lmasa kerak menimcha, K5, oka. Yo'q, Ularda yo'q, ha, Yo'q, yo'q. fulllarda. Vau. Buxoroda 2 oy haydab yurdim. Aha. Shunda svetoforda, shunda chiqasiz, bakoga qarasangiz, hali ko'k yonuvdimi degan qatimni qarab qo'yasiz-da. Hamma turibdi, cho'tti, tinchlikmikin deb qo'yasiz. Tamom, lekin razgonlari. Okalar akustikalari ham Sony bo'ladi, e'tibor berganingizda. Keyin ranglarni ham oka bitta o'zgartirib bering. Men shu hammaga qiziq, menga ham. O'zi mana hali qizil edi, mana o'zi fioletoviy bo'ldi. Yo'q, mana bitta ham o'zgartirsa bo'ladi. O'zini nastroykasi bu. Boyagina ko'rdim. Kimdir test drive qilib berdi. Polni o'sha 64 xildan oshiq yonar ekan, oka, mana edi. Rang juda ham ko'p ekan, rangi yonadigan. Qidirib ko'rishinglar, men hali tiklab chiqmadim. Hali tikrab chiqmadingiz, lekin men ko'zim bilan ko'rdim, oka, 64 xil shunaqangi chiroyli podsvetkalar yonar ekan. Kiramiz. Smart ключ. Xullas, mayli, u keyingi safar qoldiramiz, jab bo'lmasa, oka, menda voy, bu men eshikni yaxshi yopilmaganligicha ham polni ko'rsatadim bu. Предупреждение. Помощь при посадке. Mana hamma joyini ko'rsatsa bo'ladi mana. Беспроводный. Eshiklar qulflanishi. Значит, ano eshik qulflanishi olib chiylamani yo'q. Manusni yoqib qo'ysangiz, telefon zaryadkada turdi, hayoldan chiqib ketsangiz, telefoningni oldi eslatib qo'yadi. Bak qaror deydi. Nima gap, siz telefoningni ol deydi. Hadoshga безопасности. Oke, bunda adaptivniy kruz kontrol bormi? Adaptivniy kruz kontrol mana. Adaptivniy kruz kontrol, avtotormojение, Oke, слепой zona. Gap joyida keldi. Avtotormojение bularda qanaqa ishlaydi? Misol uchun, ba'zi anaqalarda, ba'zi mashinalarda avtotormojение risk to'xtab oladida, orqasidan boshqa mashina yetib oladi. Mana shu narsada bunda qanaqa ishlardi? Misol uchun, to'xtashdan oldin bularda avarinka yonadimi? Birinchi avarinka yonadi. Aha. Birinchi polni предупреждение beradi sizga, to'shto bu skoristing yetib olasan deydi. Polni mashina chik o'zi avarinka beradi. O'shanda o'zingiz kontrol qilib to'xtasangiz, to'xtadingiz. Bo'lmasa o'zi qotiradi. Bu birinchi srazi o'zidan o'zi o'zimni trekerimda bordi. Bir narsa o'zi taq deydi. O'zimiz uni tezlantiramiz lekin avtotormojение yo bunday ogohlantiradi. Siz reaksiya bermasangiz keyin to'xtaydi. Tushunarli. O'zi u последний надежда biladi-da, buni oxirgi umidi to'xtamasam yomon bo'ladi deydi. To'xtaydi. Безопасность yostiqchalari ham bunda oka 10 tacha bo'lsa. Ikkita oldida, ikkita yonda, orqada и bitta splashnoy yonda. Splashnoy yonda. Splashnoy ochiladi. Mana bitta manular bitta ochiladi. Mana yondan bitta ochiladi. Polni. Bu tomon ham polni. Endi oka, avvalo Xudoyo saqlab qoluvchi, lekin baribir sababchi ham bo'lib qoladi-da oka mashinalar, to'g'risi. Ko'pchilikdan iltimos qilamiz. Mana bizning mashinalar Cherry'ni o'zi profilga bor. o'zi profil. Havolimiz bor, bitta G-Tour'imizni haydab yurganlar iltimos remenni taqib olinglar. Remen taqilsa, mashinaning hamma funksiyasi 100% ishlaydi. Nimaga meni mashinamning funksiyalari ishlamayapti degan savol kelib chiqadi. U remen taqilmaganda. Tushunarli. Remen taqilmasdan через tormoz, ruchnoy tormozni tushirishadi-da, haydab ketsa mashina 50-60% funksiyasi ishlamaydi. Avtotormojение, удержание полосы ishlamaydi. Слепой zonalar yonaveradi. Bularga farqi yo'q. Podushka безопасностьdan remen taqilmagan bo'lsa ishlamaydi, aytib qo'yay. Shuni oka, panorama tomon bor ekan-a ularda. Bir savol berishdi, bir uyalmaysiz ham Atilla. Panorama tomon oxirigacha oching. Do'stlar, Cherry. Oka, Cherry baribir yorvordi mashina chiqarishni. Nimaga degan savolingizga men javob beraman. Misol uchun 7 Pro Max'ini ko'rdim. Narxi o'zgarmagan. Narxi lekin shunaqangi restyling bo'lib ketgan, salonlari ham o'ta kruto chiqdi-da. Misol, menga mana shu mashina ham juda yoqdi. Narxiga вообще stoyt, oka, narxiga. Chunki kirgan klient Malibu yoki Kia K5 bilan сравнить qiladi. To'g'rimi aka, o'zingiz ham отдел продаждasiz, mana Malibu yoki Kia K5 ga сравнить qiladi-da. Voy, deb ketishadi aka oxiri, bilasizmi? O'zim havolda ish boshlaganman, xabaringiz bor. Boshida Cherry'ni o'zimizcha nazarimizga ilmasdi, lekin Cherry nimaligini bilish uchun Cherry'ga o'tdik, ko'rdik, yetdi.
Men bitta narsaga tushuna olmasdim. Meni nazarimda 7 yaxshi emas deb o'ylardim. Nimaga O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan crossover degan savolga javob topa olmasdim. O'tgandan keyin bildim. Podeskalari, kerakliligi, Dizayni ham chiroyli, okey. kalit misol uchun ko'p mashinalarda bunaqa emas. Kalit cho'ntagingizda tursa bo'ldi. O'zi ochiladi, o'zi yopiladi, o'zi zavodit bo'ladi, hamma narsa. Misol uchun avtoblokirovka havolda boshqacha boshlaydi. Boshqacha boshlaydi, to'g'ri. Shunaqa jihatlaridan orqasiga undek kelsangiz bagaj ochishlari, melish narsalarga zo'r e'tibor bergan. Zo'r e'tibor bergan. Funksiyani zo'r qilib tiqib qo'ygan funksiyalarni. Hozir mana eng sevgan mashinam o turibdi, qora, ko'ryapsizmi? Shohzamon suyanibdi. Bu boshqasi. Boshqasi. 8 Pro Do'stlar, e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli dizayn. eng ushlab ko'rgan plastikni. Yumshoq. Bu kojami, okey. Bu yumshoq plastik. Koja, eki koja bilan nima qilingan? Qoplangan, uni joyida polniy koja. Mana bo'lsa nima bo'ladi? Nimaga mana qattiq bo'lsa nima bo'ladi? Yumshoq bo'lsa nima bo'ladi degan savol buni hech kim ushlab yurmaydi. Ana qo'lga farqi yo'q. Lekin mana narsada shom bo'lmaydi. Mana taraqlab qolmaydi, g'ichir-g'ichirlab qolmaydi. Tushil minganingizdan keyin mashina to'kilib qolibdi degan gap bo'lmaydi. Mana nimaga kerak bu narsalar? Tushunarli. Mana bu yerda besprovодной zaryadkasi bor. Qarang, hop. Eng men maza qilgan joyim qarang tillos. Kelasiz, telefonga qo'yib qo'yasiz, telefonga joy. Udobmi? Udobmi, telefonga joy. Bo'ldi. Mana ochilishini qarang. Bu yoqda xolodilnik ham, okey. Opa. Xo'p. Okey, bitta orqasini ko'rsatmasam bo'lmaydi, chunki bu mashinani orqasi menga yomon yoqadi. E'tibor berasizlar. Okey, haqiqatan ham qarang, sidinasi yotqizilgan. Hozir men sidinani oxirigacha surib o'tirganman. Qulab olaymi dedi. Sidinani oxirigacha surdingiz hozir. Ha, mana men o'zim o'tirdim yana qaytib. Okey, bu oxirigacha siz oxirigacha o'tirmaysiz hozir, to'g'rimi? Ya, men oxirigacha o'tirsam oyog'im yetmaydi. Men prosta o'zimiz gaplashib o'tirganimizga surib oldim. Atak oxirigacha sursam oyog'im yetmaydi. Mas buni yedi bilan 15 sm oldiga surib o'tiraman. Bemalol haydash. Okey, keyin sidina ham ozgina yotadi, menimcha. Ha, bu orqaga ozgina ketadi. Lekin yomon udobnidan qarang. S-klassga. Ana past ko'rinadi. Va boshga 15 sm bor. Bor, ha, to'g'ri. Bosh tegib qolmaydi. Tushunarli. Maza. Xullas, okalar, bu mashina qiziqtirgan. Bitta nima qilaylik, Tillo? Labba. Akalar, kim test drive'imiz tekin, mashina olish majburiy emas. Ha, to'g'ri. Siz biz majburlamaymiz, minib ko'rdingiz, olasiz degan narsa yo'q. Prosta test drive. Kelib, olmayman mashina, men Arizo 8 minmoqchiman. Men ko'p joyda aytganman, erkak kishi oldindan otga qiziqqan. Otning o'rniga hozir mana otlar, tochqonlar, boychi borlar. To'g'ri. Ichida ot ko'p. Kelinglar, minib ko'ringlar, test drive. Prosta Arizo 8, 8 Pro Max, 7 yoki mana Havalli hamma mashinalari, Ubitsasi bor, H6, hammasini minib ko'ringlar. Yo'q, bu nima ziyoni bor? To'g'ri. U bu joyda tema bo'lib qolsa, Arizo 8 da men minib ko'rganman, mana shunaqa mashina degan. Shunaqa kayfi bor degan narsa o'zi uchun bo'lib qolsa ham, bemalol odamlar chunki haydab ko'rgan bo'ladi-da bu mashinani, o'zini fikrini bemalol ayta oladi. Xullas, bitta narsa aytaman, Cherry'ni yomonlaydigan odamlarda Cherry yo'q. Cherry yo'q, to'g'ri, okey. Cherry'ga yo puli yetmagan, yo nimadir, endi odamni kamsitish, ajratish emas. O'shaning uchun Cherry'ni yomonlashadi. Bittolki Cherry'ni, yangi mashinani, Inamarkani. Da. Okey, zapchast masalasi bo'yicha bitta zapchast o'zingiz fikringiz. Dehqonchilik. Men o'zim xabar DTBga tushdimmi? Okeylar, zapchastdan muammo yo'q, chunki o'zimiz Jizzaxda chiqqan mashinalar hammasi. Zapchastdan muammo yo'q. Mana bu joyini bitta ko'rsatib yuboring. Mana bu VIN kodi bor. Shuna mana shu VIN kod bo'yicha o tepada servisimizga kelib, mana shu VIN kodga meni mashinam desanglar, imенно shu mashinani o'zini zapchastini ertaga mashina bozorida kim ko'rsa ham urilgan demaydi uni. Hamma joyini o'zinikini zavoddan chaqirib beradi. Nimaga 2 kunda 3 kunda keladi degan savolga javob shu. Zavoddan o'zi keladi. VIN kod bo'yicha zakaz qilishadi. VIN kod bo'yicha keladi. Bo'lmasa bu ham o'sha hammasi 8. O'zini VIN kodi bilan keladi. Bilasizmi mana nimada? Havolda shunaqasi bor, bunda ham bo'lsa kerak. Buni baloni bilan uni baloni shuni yechib almashtirsangiz bir-biriga tushmaydi. Tushmaydi. Ha, to'g'ri, eshitdim mana buni. Shu havolda ham shunaqa. Tushmaydi. Mana balonni shuni yechib
boshqa 8 ni qo'yaman desa tushmaydi. Tokirga olib borib to'g'rilatish kerak. O'shaning uchun Vinkoddan zakaz qilinadi. Shuning uchun. Okalar, servis bor. Mashinaga 7 yil yoki 200 ming kilometrgacha rasmiy kafolatini ham beramiz. Ha. Batareyasiga 8 yilda, aka? 8 yil. Batareyasini o'ziga 8 yil beramiz. Bu gibrid bo'lganda ham parallelni gibrid bo'ladi. Yurganda o'zini zaryadlab boradi. Qayerdadir qolib ketishmadi demoqchiman-da. Pirvalda tokka zaryadga qo'yib bergan. Agar mabodo, mana misol uchun benzin bor, toki tugab qolsa benzinda yuraveradi. Benzinda yuraveradi. Ya'ni men demoqchimanki, ba'zi bir brendda shart emas u brendlarni, lekin ot kuchi pasayib ketadi deyishdi. Atmosferli motorlarda endi atmosferli motor mana razgonga elektr bersa, 1,5 atmosferli bo'lsa, 60 dan keyin Gentra qanaqa yursa shunaqa yuradi. Xuddi shunaqa. O'sha motor. Lekin bu mashina parallelli gibrid. Ya'ni elektrda zaryadi bo'lmasa ham yurganda o'zini zaryadlaydi va ot kuchi pasayib ketmadi. O'sha razgon. Turbina motor bo'ladi, keyin bo'ladi. Turbina bo'lganligi uchun ham razgon pasaymaydi. Maza qilib minishing uchun 120 million plus minus bilan kelsa bo'ladi. 120 million bilan bemalol. Rastrojkaga bemalol. 160 yarmimi? 3 dan birimi bo'ldi kelsin. Bo'ldi. Okalar, kesani bu 100 milliondan ozgina o'tkazib kelini, mana shu Qiror akam Namangan Cherida rahbarlar mana shu kishim o'zlari ketolmasagan Namangan Cherida beradilar. Qaytib kelib. Xullas, manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor, Promzonaning yo'lida. Eng qulay bo'lgan shartlarni faqat biz sizlar uchun berib boramiz. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Opisaniyada nomerlar qoldiraman, telefon qilib to'liq ma'lumotlarni ham olsangiz bo'ladi. Shozamonning nomerini qoldiramiz, tavsiya. O'ziniki. To'liq ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. So'rasangiz lokatsiyani ham tashlab berishadi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.